Interval ochlik qilsa ham, ro'za qilsa ham bo'ladi homiladorligi, lekin ochlik bu juda ham foydali narsa. Taxminan 2 yilcha men shirinlik yemaganman. Tarozida ikkita narsa meni chiroyli terim yoki mana shu desert qanaqadir. Terapiyadan keyin o'lim holatiga ham olib kelgan. Qanaqadir to'y marosimlardan oldin chiroyli bo'lish uchun tez o'zini terisini tarang qilib, chiroyli svejiy bo'lish uchun shunaqa kapelnitsalar qilishadi. Klassik meditsina yomon, faqat integrativ, preventiv meditsina yaxshi deya olmayman, chunki ular ikkalasi birga bo'lishi kerak. Chiqqanimga birinchi integrativ vrachlardan bo'lganman. O'zbekistonda men 15 ta vrach o'qigan bo'lsak, shu bittasi men bo'lganman. Yo'q, san'at yo'nalishida men o'qimaganman, diplomim yo'q. Qanchalik sog'lom bo'lsam, shunchalik meni oilam ertaga pulsiz qolib ketmaydi. Bitta uxlab turganimda o'sha juda ham mashhur bo'lib ketganman. Insonman, onaman, 3 ta bolani onasiman. To'xtang. Hayotingizni qaytadan boshlashni va kamida 10 yilga yosharishni istasangiz, buni o'tkazib yubormang. Xabarmed loyihasining bu galgi mehmoni preventiv shifokor gastroenterolog biohaker Shahnoza Azimova. Ushbu intervyuni tomosha qilgandan keyin organizmingizni yanada yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Unutmang, sog'lom va go'zal bo'lish uchun ko'p pul kerak emas. Agar kishida ma'lum bir surunkali kasalligi bo'lmasa, emizikli yoki homilador bo'lmasa, organizm necha soatgacha ochlikka dosh bera oladi? Ochlik bu juda ham foydali narsa, chunki yapon olimi ham autofagiya degan tushunchasini o'ylab topgan va buning uchun unga Nobel mukofotini berishgan. Autofagiya bu nima? Organizmdagi eski oqsillar, zararlangan organellalarni parchalanib, uni o'rniga yangi hujayralarning paydo bo'lishi bu autofagiya va interval ochlik xuddi shu autofagiya prosesini ishga tushiradi va biz ro'zada juda ko'p foydali narsalarni olamiz. 30 kun ro'za tutgan insonning organizmida nimalar sodir bo'ladi? 30 kunda organizmda hujayralarni qayta tiklanishi, hujayralar yosharadi, organizm ham yosharadi. Undan tashqari ovqat hazm qilish sistemasiga dam beradi odam, chunki ochlik bu jigarga dam berish va unda fermentlar faoliyatini yaxshilaydi. Undan tashqari qand miqdori stabillashadi, chunki mana shu intervalniy ochlikda qand miqdori tushadi va normaga keladi. Birinchi o'rinda organizm tozalanadi, toksinlar chiqib ketadi. Menimcha ko'pchiligiga yoqadigan ikkinchi xususiyati bu vazn kamayishi. Ko'pchilikda shu vazn kamayadi. Birinchidan bu shishlar hisobiga ortiqcha suyuqlik chiqib ketadi, chunki insulin rezistentlik belgilari kamayadi va suyuqlik chiqa boshlaydi. Ro'za tutish yoki keto dieta qay bir organizm uchun foydaliroq? Ro'za tutish bu ilmiy jihatdan tushuntiradigan bo'lsak, bu o'sha interval ochlik deyiladi. Bu ancha foydali narsa hisoblanadi. Xuddi aytib o'tganimdek, autofagiya prosesini ishga qo'yadi va keto dieta, to'g'risini aytsam, bu zararlari juda ham ko'p. Keto dietani o'shaning uchun uni vaqtinchalik qo'llash mumkin. O'zi ro'zani biz ro'za tugagandan keyin ham qilishimiz mumkin. Masalan, o'zimizda ham musulmonlarda shunaqa narsa borki, ro'za tugagandan keyin haftada 2 marta ro'za tutishadi va buni foydasini bilishadi. Keto dieta esa bu vaqtinchalik shunaqa dieta va uni ko'p qo'llasa, 1 oydan ortiq qo'llasa, uni zararlari juda ham ko'p. Birinchi o'rinda buyraklarga zarar beradi. Shuning uchun men keto dieta emas, ko'proq afzallikni ro'zaga berardim. Dietaning bir nechta turlari bor. Organizm uchun eng xavfsizi qaysi? Men o'zi eng xavfsiz ovqatlanish bu to'g'ri ovqatlanish deb aytardim. Chunki to'g'ri ovqatlanish paytida siz masalan 1 oy vaqtni oladigan bo'lsak, 1 oy siz to'g'ri ovqatlanasiz, lekin qaysidir kunlari o'zingizga cheat meal, ya'ni o'sha nimadir yoqtirgan zapretniy produktlaringizni yeb turishingiz mumkin. Dietada esa teskarisi bo'ladi. Masalan, bir haftami, 10 kunmi, 1 oymi dieta qilasiz, lekin butun yil mobaynida siz shunaqa zararli ovqatlarni yeyishingiz mumkin. O'shaning uchun to'g'ri ovqatlanish bu organizm uchun ancha foydaliroq bo'ladi va undan tashqari stressga ham olib kelmaydigan narsa. Masalan, dieta bizani stressga olib keladi. Hozir mana ozib olamiz, vaznimizga yetib olamiz deb o'zingiz ushlab turasiz bir muddat, lekin dieta o'tgandan keyin yana ovqatlarga hujum qilib ko'p yevorishadi. To'g'ri ovqatlanish paytida unaqa narsa sodir bo'lmaydi, chunki siz doim o'zingizni qo'lda ushlab turasiz va o'rganib qolasiz shunaqa ovqatlanishga. To'g'ri boshda qiyin bo'ladi, lekin keyinchalik o'rganganingizdan keyin o'sha
zararli ovqatlarni yegiz kelmay qoladi. Qandli diabetga chalingan kishilarning ro'za tutishiga mutaxassis sifatida qanday qaraysiz? Yaxshi savol bo'ldi. Qandli diabetga ham chalingan odamlar holati har xil bo'ladi. Masalan, yengilroq darajada bo'lsa, buni bemalol ro'za tutish mumkin. O'zini shu kontrol qilib, masalan, dorilarni vaqtida ichib va o'sha shakar miqdorini ko'rish kerak. Arterial qon bosimini ham ortib ketmasligini hammasini kuzatuv orqali qilishsa, bu zarar keltirmaydi. Lekin insulin rezistentlik degan holati bor. Bu qandli diabet emas, lekin qandli diabetdan oldingi holat desam ham bo'ladi. O'sha paytda ro'za tutganda bu juda ham foydali. Bu insulin rezistentlikni umuman bartaraf etish mumkin bo'ladi shunaqa ovqatlanish orqali. Lekin qandli diabet ancha yildan beri surunkali kechayotgan bo'lsa, bu albatta qarshi ko'rsatma hisoblanadi ro'za tutishga. Shu o'rinda kuzatuvchilarimizdan kelgan savolni ham o'qib eshittirmoqchiman. Bir necha yillardan buyon diabet bo'lsamda ro'za tutishga harakat qilaman, ammo bu yil bir necha kun ro'za tutganimdan keyin oshqozonimda qattiq og'riq turdi va to'xtatdim. Shifokor yozgan dorilar ta'sir qilmadi. Ayni damda xom kartoshka suvini ichyapman. Ahvolim yaxshilanishi bilan ro'zani davom ettirsam bo'ladimi? Uy sharoitida mana shunday vaziyatlarda qanday maslahat berasiz? Demak, bu insonda qandli diabetdan tashqari oshqozon muammolari ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agarda kartoshkali sok yordam bergan bo'lsa, demak, balkim gastrit boshlangan bo'lishi mumkin. Buni albatta gastroenterolog bilan ko'rinib, keyin davom ettirish kerak, chunki agarda gastrit boshlangan bo'lsa va ro'zani boshlagan bo'lsalar, u kuchayib ketishi mumkin va ahvollari yomonlashishi mumkin. O'shaning uchun meni birinchi tavsiyam vrachga borsinlar, ko'rsatsinlar, analiz topshirib, keyin vrachlar birga hal qilish kerak buni. Ba'zan homilador yoki emizikli ayollarning ham ro'za tutayotganligi qulog'imizga chalinadi. Bu ayol organizmi va bola uchun qay darajada xavfli? Bilasizmi, men bitta kurs sotib olganman, o'sha o'zimni preventiv mutaxassisligi bo'yicha rus shifokordan va ular o'zlari butun umr davomida faqat masalan kuniga bir marta ovqatlanadilar. Bu degani interval ochlik bo'ladi bu. Kuniga bir mahal ovqatlanish bu interval ochlikning eng yuqori darajasi va buni har kim ham qila olmaydi. Lekin ular o'zlariga shunaqa menyu qilganlarki, kuniga bir marta ovqatlanadilar va 4 ta farzandi bor va homiladorlik paytida ham shu kuniga bir marta ovqatlangan. Juda ham ko'rinishi ham juda ham zo'r. Sochlari juda ham qalin. Men har doim ularning kurslarini olib ko'p narsa o'rganaman. Ularni misol keltirib chiqadigan bo'lsam, interval ochlik qilsa ham, ro'za qilsa ham bo'ladi homiladorligi, lekin oldin buni praktika qilgan bo'lsa, masalan, hech qachon ro'za qilmagan odam sirazi homiladorlik paytida ro'zani boshlasa ham bu stress bo'ladi organizm uchun. Lekin uzoq vaqt mobaynida kuniga bir mahal yoki 2 mahal bor yo'q ovqatlanadigan odamlarga bu oson bo'ladi. O'zimni ham misol keltirishim mumkin. Masalan, men o'zim ham ro'zadan tashqari interval ochlik qilib turaman va kunida 2 marta ovqatlanaman. Men uchun ro'za tutish bu juda ham oson. Homilador bo'lgan taqdirimda ham menimcha men ro'zani bemalol davom ettirardim. O'shaning uchun bu ham individual yondashish kerak bunga. Agar salomatligim ko'taradi deb shu ikki holatda ham ro'za tutsa, saharlik va iftorlikda umuman olganda og'iz ochiq bo'lgan paytda ko'proq qanday taomlar yoki vitaminlar iste'mol qilish kerak? Umuman saharlikda ham, iftorlikda ham ko'proq kletchatka, oqsil, to'g'ri yog'lar va uzoq hazm bo'luvchi uglevodlarni yeyish kerak. Undan tashqari iftorlikdan saharlikgacha ko'proq suyuqlik ichish kerak. Masalan, saharlik boshlandi, birinchi o'rinda ovqatlanishga emas, 1 stakan issiq suv ichib olish kerak. 10 minutdan keyin ovqatlanishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun ko'proq suyuq ovqatlar, sho'rva, ilikli sho'rva ichish ham juda ham foydali. Yoki har xil sho'rvalar ichsa bo'ladi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin 2 soat, 1,5 soat o'tgandan keyin quyuq ovqat yeyishingiz mumkin salatlar bilan birga va bu vaqtda ferment qanaqadir ichishingiz ham mumkin, chunki bu ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Keyin esa saharlikda ham xuddi shunaqa darrov ovqatlanishga emas, bir oz
vaqt mobaynida suv ichish kerak, ayniqsa issiq suv ichish kerak. Harorat darajasi 80-70 gradusli suv, bu degani yoqimli issiq bo'ladi-ku, mana shunaqa suvni ichish kerak. Keyin esa ovqatlansa bo'ladi. Biologik faol qo'shimchalarga munosabatingiz qanday? Juda ham yaxshi qarayman ba'zilarga, chunki hozirgi paytda biz ovqat bilan birga vitaminlarni yemayapmiz, chunki o'zingizlar bilasizlar, ishlab chiqarish mahsulotlarida juda ham ko'p ximiya qo'shishadi va vitaminlari kamayib ketgan. O'shaning uchun biz badlarni ichib turamiz. Bunga agar vrach sizga to'g'ri yozib bergan bo'lsa, kerakli badlarni, men juda ham yaxshi qarayman bunga. Har bitta odam ichish kerak bo'lgan narsa bu badlar. Kuchli dieta qilgan yoki ro'zadan keyin oshqozon mikroflorasi zaiflashganlar uchun qanday biologik faol qo'shimchalar yoki vitaminlar tavsiya qilasiz? O'zi odatda monodieta qilganda shunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Monodieta bu nima? Masalan, bir hafta mobaynida faqat kefir bilan grechka yeysiz yoki faqat olma yeysiz yoki kimdir faqat bodring yeydi. Bu mono, ya'ni bitta produktli dieta hisoblanadi. Bunda oshqozon ichak traktida mikroflora juda ham kamayib ketadi va yomonlashadi. Turlari ham yomonlashadi. O'zi odatda biz mikrobiotani yaxshilashimiz uchun oziq-ovqatimiz juda ham xilma-xil bo'lishi kerak. Qanchalik xilma-xil bo'lsa, shunchalik mikrobiotamiz yaxshi ishlaydi. Bunaqa paytda men birinchi o'rinda ovqatlanishni yaxshilash kerak deyman. Fermentlashgan sabzavotlar, ya'ni kimchi, buni misol keltirishim mumkin. Bu juda ham mikrobiota uchun juda ham zo'r ozuqa hisoblanadi. Undan tashqari kletchatkani ko'paytirish kerak. Har xil sabzavotlar, ko'katlar, salatlar yeyish kerak. Bu mikrobiotani yaxshilaydi. Antibiotiklar qabul qilgandan keyin mikroflora buzilib, ko'pchilikda muntazam qabziyat kuzatiladi. Bunday vaziyatda hatto prebiotik va probiotiklar ham foyda bermay qoladi. Surgi vositalarning ta'siri esa vaqtinchalik, eng yomoni ular ichaklarni dangasa qilib qo'yadi. Siz bu vaziyatda qanday maslahat berasiz? Ya'ni dangasa ichaklarni qanday qilib o'z iziga tushirish mumkin? Antibiotik ichgan bemorlarimda ular nafaqat zararli bakteriyalarni o'ldiradi, balki o'sha ichakdagi bizga kerak bo'lgan mikroflorani ham o'ldirib yuboradi. Buni hisobiga o'ringa o'rin gribok o'sa boshlaydi va buni hisobiga ichaklarni faoliyati yomonlashadi. Xuddi siz aytgandek qabziyat ham kuzatiladi. Bir xilda diareya, to'xtovsiz diareya boshlanadi, hammada har xil. Buning uchun birinchi o'rinda zamburug'larga qarshi dori berib, zamburug'larni yo'qotish kerak. Shunaqa bemorlar ko'proq shirinlik yeyishni boshlashadi, chunki zamburug'lar, shu griboklar shirinlikka tortadigan qilib qo'yishadi organizmni. Undan keyin esa men ularga o'sha mikroflorani yaxshilaydigan probiotiklar beraman va hammasini davolaganimdan keyin metabiotiklar beraman va keyin badlarni ham qo'shaman. Buni albatta biladigan mutaxassis bilan qilish kerak, chunki meni praktikamda shunaqa bemor bo'lgan, oylab diareya bo'lgan, mana shu antibiotik ichgandan keyin oylab diareya bo'lib 10 kiloga ozib hech narsa qilisha olmagan, o'sha probiotiklar ham ichgan, battar bo'lgan, gazli bo'lgan, hech narsa yomay qolgan. Vaholanki shu prosta zamburug'larga qarshi dori ichmagan. Hech kim ularga yetishmagan, shu zamburug'larni olib tashlash kerak birinchi o'rinda. Insonlarda sutli mahsulotlarga organizmi kurashuvchanlik ko'tara olmasligi bo'ladi buni va o'shanda ularga sut mahsulotlari mumkin emas deyishadi. Hattoki o'sha sir, kefirlar, yogurtlar faqat ularni o'sha tarkibida foiz juda ham kam bo'lganini buyurishadi. Lekin inson organizmida kalsiy kamayib ketmasligi uchun yana qanday turdagi mahsulotlarni iste'mol qilish mumkin? Kalsiy o'zi sut mahsulotlaridan ham ko'ra ko'katlarda ko'proq bo'ladi. Buni masalan Google ochib, shunaqa savol bersangiz ham birinchi o'rinda shu ko'katlar chiqadi. O'shaning uchun bemalol ko'katlar bilan shu o'rinni bossa bo'ladi, lekin hech qaysi ko'kat bizga kalsiyni kerakli miqdorda yetkazib bermaydi. O'shaning uchun kalsiyni badlar ko'rinishida qabul qilishni ham tavsiya qilaman. Detoks dorilar qabul qilayotganda teri mushak orasidagi suyuqlikning chiqib ketishi oqibatida inson tez ozgandek tuyuladi, ammo bu terining osilishiga ham olib keladi va keyinchalik vazn yana qaytib keladi. Shunday bo'lmasligi uchun detoks qabul qilayotganda nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Bilmadim qanaqa detoks siz nazarda tutyapsiz, chunki men detoksimda unaqa narsa kuzatilmaydi. Chunki men tavsiya beradigan detoksimda oqsillar yetarli miqdorda bo'ladi. Nimaga? Chunki mushaklarimiz oqsildan tashkil topgan va ular osilib qolmasligi uchun biz oqsillarni yeb turishimiz kerak. Xuddi shunaqa
ozganimizda ham shu oqsil yeganimiz va sport bilan shug'ullanganimizda chiroyli ozamiz. Osilib qolmasdan ixcham bo'lib qoladi odam va mushaklar orasidagi suvning yo'qolishi deganingizda bu ham noto'g'ri, ya'ni bir xil tez ozaman deb masalan qanaqadir marosimlar, to'ylar bo'ladi. Veroshpiron yoki shunga o'xshash organizmda suyuqlik haydovchi dorilarni ichishni boshlashadi. Bu ham juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Ya'ni stressga keltirib qo'yishadi organizmni. Detoksni to'g'ri qilish kerak. Birinchi o'rinda shu oqsilni yetarli miqdorda yeb, sport bilan shug'ullanish kerak va men o'zi ozishda ham qanaqa tavsiya beraman? 1 oyda 10 kilodan oshmasligi kerak. 3-4 maksimalni mana shunaqa vesda yo'qotsa, osilmasdan, tana osilmasdan ozadi, chiroyli ozadi. Ya'ni tez ozaman deb harakat qilmaslik kerak. Bu ham stress organizm uchun. Sekin-sekin ozganda effekt ko'proq bo'ladi, uzoq davom etadi u. Masalan, bitta masalan yarim yilda ozib olganingizdan keyin уже butun umrga qoladi o'sha ves, agar ushlab tursangiz. So'nggi vaqtlarda shifokorlar orasida integrativ va preventiv yo'nalishdagi mutaxassislarga talab ortmoqda. Ammo oramizda bu tushunchani hali bilmaydiganlar ham yo'q emas. Bunday davo choralarining an'anaviy davolash usullaridan farqi va afzalliklari haqida aytib bering. Da, men ham o'zim haqida gapiradigan bo'lsam, o'zi birinchi radiolog bo'lganman, o'sha UZI, KT, MRT apparatlarida ishlaganman. To'g'risi desam menga yoqmasdi, lekin shu karantin paytida men shu o'qishda o'qidim. Moskvadagi preventiv yo'nalishdagi o'qishda o'qidim va bu meni meditsina haqida umuman tushunchamni 180 gradusga o'zgartirib tashladi. Chunki preventiv yo'nalishdagi meditsinada biz profilaktika bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bu nima degani? Menga pasiyent keldilar, ota-onam qandli diabet bilan kasallangan, lekin men qandli diabet bo'lgim kelmayapti. Nima qilay dedilar. Buning uchun biz tavsiyalar beramiz. Masalan, tekshiramiz, check-up qilamiz, organizmni to'liq diagnostika qilamiz va undan keyin ko'ramizki, nimaga o'sha genetik moyilligi bormikan, ya'ni insulin rezistentlik holatlari bo'lishi mumkin va ularga biz badlar yozib beramiz. Har xil badlar insulin rezistentlikni oldini olishi mumkin va bu keyinchalik diabetni ham oldini oladi. U bemor ovqatlanishni to'g'irlashi, sport qo'shishi, badlarni ichishi orqali shu qandli diabetga keyinchalik chalinmaydi. Bunaqa holatlar menda juda ham ko'p bo'lgan. Yana bitta misol tariqasida olishim mumkin. Masalan, tuxumdonlarda kista. Ko'p qizlarda bu uchrashi mumkin. Bu nimaga? Chunki negizini oladigan bo'lsak, bu ham insulin rezistentlik holatdan kelib chiqqan narsa. Bizda nima qilishadi vrachlar, xirurglar srazu uni kistani olib tashlashadi. Lekin biz insulin rezistentlikni davolasak, ya'ni shu preventiv vrachlar davolasak, kistalar yo'qolib ketishi mumkin, so'rilib ketishi mumkin. Bunaqa holatlar juda ham ko'p va shu effektlarni ko'rganimdan keyin men to'liq shu preventiv yo'nalishda ishlashni boshladim va oddiy vrachlardan farqli meni ishim masalan pasiyent bilan oy mobaynida ishlayman va uni eng birinchi muammosini topishga harakat qilaman va o'sha birinchi muammosi bilan ishlaymiz, chunki uni yo'qotgandan keyin sog'likka tegishli muammolari yo'qolib ketadi. Demak, kasallikni kelib chiqish sabablari bilan. Da, birinchi o'rinda kasallikni simptomlarini yo'qotish emas, kasallikni kelib chiqishini bartaraf etish bilan ishlaymiz. Aynan preventiv va integrativ shifokorlarning bir-biridan farqi nimada? Prevent degani bu oldini olish. Hozir aytgan narsalarim bu preventiv yo'nalishdagi vrach. Integrativ yo'nalishdagi vrach esa bu har xil metodlarni qo'llaydigan vrach, an'anaviy va noan'anaviy metodlarni qo'llab ishlaydigan vrach hisoblanadi. Xuddi shunaqa biz ham dorilar bilan ishlaymiz aptekada, ham badlar bilan ishlaymiz, o'tlar bilan ham ishlaymiz. O'shaning uchun bu kompleksni ishlash integrativ yondashuv deb ataladi. Nima uchun an'anaviy yo'nalishdagi shifokorlarning ba'zilari zamonaviy davolash usullarini, ya'ni integrativ shifokorlarning davo choralarini u qadar ham ma'qullashmaydi? Bu juda ham katta bahsga olib keladigan mavzu hisoblanadi. Biz haligacha men o'zim integrativ vrach bo'lib, standartni ishlaydigan vrachlar bilan juda ham ko'p bahslashganman. Ular ko'pincha mana shu SR paytida meditsinani o'qishgan va o'sha bo'yicha yondashuv kelib chiqadi, lekin vrachlar har doim bitta joyda turmasligi kerak. Ular har doim yangi metodlarni o'rganish kerak va
hozirgi paytdagi vrachlar ko'pchiligi shu integrativ metod bo'yicha ishlashyapti. Men aytamanki, klassik yo'nalishdagi vrachlar ham o'zini fikrini o'zgartirishmoqda. Chunki men o'qib chiqqanimga birinchi integrativ vrachlardan bo'lganman. O'zbekistonda men 15 ta vrach o'qigan bo'lsak, shu bittasi men bo'lganman. Bunga mana 5 yildan уже oshadi. 5 yil oldin juda ham qiyin bo'lgan kimlargadir masalan tushuntirish bizning metodimizni. Lekin mana yillar davomida уже ular tushunib kelishmoqda. Boshida ular juda ham qarshi chiqishadi. Keyinchalik esa sekin-sekin o'zini bolalari, nevaralariga qo'llashgandan keyin, foydasini ko'rgandan keyin birgalikda ishlashni boshlashadi. Va bunga juda ham ko'p misollar ham bor. Bu meni xursand qiladi albatta, chunki men hech qachon klassik meditsina yomon, faqat integrativ preventiv meditsina yaxshi deya olmayman. Chunki ular ikkalasi birga bo'lish kerak. Ikkalasi bilan yondashib ishlash kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytdagi zamonaviy doktor. Hujayralarda to'plangan zararli moddalardan qutulishda yordam beradigan innovatsion usul IV terapiya haqida ma'lumot bering. IV terapiya bu bizga tez effekt beruvchi terapiya hisoblanadi. Xuddi o'sha badlar, lekin vitaminlar, lekin uni через inyektsionniy, ya'ni vena orqali kiritish bilan biz tez effektga erishamiz. Ya'ni masalan biz badla ichsak, oshqozon ichak traktidan o'tish kerak, hazm bo'lish kerak, kimlardadir hazm bo'lmay qoladi. Lekin IV terapiya esa to'g'ridan-to'g'ri qonga tushgani hisobiga u hammada hazm bo'ladi va effekti ham tez bo'ladi. Bu kimlarga kerak? Masalan, hammaga taniqli bo'lgan, mana shu masalan Zolushka deylik, kokteyllari ham shu kosmetologiyada qo'llaniladigan. Bular nimaga qo'llanishadi? Masalan, qanaqadir to'y marosimlardan oldin chiroyli bo'lish uchun tez o'zini terisini tarang qilib, chiroyli, svejiy bo'lish uchun shunaqa kapelnitsalar qilishadi. Yoki organizmni tozalash uchun, u ham tez effektga erishish uchun qilishadi. Masalan, kasalliklardan keyin energiya yo'qolgan yoki energiyani tez orttirish uchun shu kapelnitsalar qilishadi. Ya'ni bu IV terapiya juda ham zo'r metod hisoblanadi, lekin uni ham qarshi ko'rsatmalari juda ham ko'p. Hozirgi klinikalarda hamma qilib yotibdi. Buni o'sha o'qigan IV mutaxassisi qilish kerak. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, men IV mutaxassis diplomim ham bor va bunaqa kapelnitsalarni qilamiz va bunga qarshi ko'rsatmalar juda ham ko'p. Ya'ni xuddi foydasi qanchalik tez bo'lsa, zarari ham xuddi shunchalik tez namoyon bo'lishi mumkin. Hattoki ekstrenniy yordam kerak bo'lib qolish holatlari ham bo'lishi mumkin, lekin Xudoga shukr bizda bo'lmagan unaqa. Masalan, qaysidir moddaga ko'tara olmaslik, qaysidir dorini ko'tara olmaslik, allergiyasi bo'lishi mumkin. Yoki jigarda juda ham ko'p toksinlar bo'lishi mumkin. Arterial qon bosimi baland bo'lishi mumkin. Hattoki bitta vrachda o'sha Rossiyada adashmasam immunoterapiyadan keyin o'lim holatiga ham olib kelgan. Ya'ni odamlar o'ylaydigan unaqa oson narsa emas, bu organizmga aralashuv hisoblanadi va har qanday dorini ham bunaqa katta miqdorda kirgizish, yuborish bu juda ham katta mas'uliyat tug'dirish kerak va o'shaning uchun IV terapiyadan oldin bir qancha analizlarni topshirib keyin qilish kerak. Kosmetologlar qo'llaydigan Zolushkani ham bilmadim, masalan kimdadir balkim bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqa tasodifiy yomon побочный effektlar bo'lishi mumkin, lekin meni oldimga qabulimga hali kelishmagan. Meni o'zimda ham Xudoga shukr hali bo'lmagan. O'zimga ham har 2-3 oyda qilib turaman. Zolushkani ham, toksinlarni chiqaradigan kapelnitsalarni ham qilib turaman. Menga effekt juda ham yoqadi. Sir bo'lmasa, yoshingiz nechida? Yoshim 35 da, bu sir emas. Juda ham yosh ko'rinasiz va tabiiy go'zalligingizni saqlab qolgansiz. Buning siri biohacking ekanligingizdami? Nega bu savolni berdim? Chunki Instagram sahifangiz bilan tanishganimda biografiyangizga biohacking deb ham yozib qo'yilgan ekan. Men uchun bu notanish atama bo'lganligi tufayli Google orqali o'rganib chiqdim va biohackerlar odamlarga qarishni sekinlashtirish, miya faoliyatini yoki jismoniy imkoniyatlarni yaxshilashda yordam beradigan mutaxassislar ekanligini bildim. Endi o'zingizdan ham bu haqida aniqroq ma'lumot olsak.
Man qanaqa qilib kelganman bu meditsinaga? O'zi 3 ta farzandim bor. 3-chi farzandim tug'ganimdan keyin vitaminlar yo'qolishi, sochlarim to'kilishi, insulin rezistentlik holatlari bo'lganmanda juda ham ko'p charchab qolardim va yosh 28 yosh bo'lganman, lekin qanaqadir o'zimni bir 45 yoshdek o'zimni shunaqa sezardim. Keyin sekin-sekin mana shu preventiv yo'nalishga o'qishni boshlaganimdan keyin har bitta modulni o'zimga qo'llaganman. Ya'ni birinchi modul ovqatlanish bo'lsa, butun oy mana shu ovqatlanishimni to'g'irlaganman. Keyin qarasam, juda ham effekt zo'r. Keyin toksinlarga qarshi ikkinchi modul bo'lgan. Toksinlarni chiqarib tashlaganman. Plastik idishlarni yo'qotganmiz, uydagi hamma mana shunaqa zararli narsalarni yo'qotganmiz. Produktlarni supermarketga borganimdan keyin mahsulotlarni har bittasini o'qib chiqib oladigan bo'lganman. Umuman har xil shirinliklarni yemaydigan bo'lganman va taxminan 2 yilcha men shirinlik yemaganman. Chunki aytib o'tganimdek, insulin rezistentlik holati bo'lganmanda, bu degani men oldin o'zim juda ham yaxshi pishiriq pishirardim. Har kuni mana shu tortlar, vypechkalar qilardim va uni albatta o'zim ham yerdim. Keyin 2 yil davomida men o'zimga shunaqa aytganmanki, men unaqa tez qarishni xohlamayman. Birinchi qaritadigan narsa bu shakar, shirinlik, yallig'lanishni kuchaytiradigan narsa bu shirinlik deganman. Bu haqida juda ham ko'p roliklar chiqarganman va foydasini ko'rganimdan keyin, ya'ni teri yangilangandan keyin, даже ajinlar yo'qola boshlagandan keyin men aytganmanki, tarozida ikkita narsa, meni chiroyli terim yoki mana shu desert qanaqadir. Har doim desert ko'rganimda men o'ylaganmanki, yo'q, menga shu tashqi ko'rinishim menga muhimroq deb. Shunaqa qilib 2 yilcha men yemaganman, deyarli yemaganman shirinliklarni. Biohacking yo'nalishingiz bo'yicha hozirgi kunda qabulingizga kelayotgan bemorlar soni ortyaptimi? Ha, albatta, albatta. Hozirgi kunda buni tushunadigan odamlar yildan yilga ko'payib bormoqda va nimagadir biznes bilan shug'ullanadigan odamlar bunga ko'proq tushunchaga ega bo'lishyapti. Chunki ular bilishadiki, masalan, men nima desam, ular pul topishadi, oila boquvchisi hisoblanadi va men qanchalik sog'lom bo'lsam, shunchalik meni oilam ertaga pulsiz qolib ketmaydi va ular sog'ligiga juda ham yaxshi qarashadi. Bundan tashqari, bu yo'nalishda pul ko'proq sarflanadi, chunki check-upni o'zi ham masalan ancha pul ketadi bunga. Polniy organizmni diagnostika qilib chiqish, undan tashqari konsultatsiya puli, undan tashqari badlarni sotib olish, bularga ham ancha miqdorda pul ketadi va ular bu narsaga mas'uliyat bilan qarashadi. Va meni patsientlarim orasida ham shunaqa odamlar juda ham ko'p. Men bundan juda ham xursandman. Demak, faqat yaxshigina puli bor odamlar davolana oladi bu yo'nalishda. Yo'q, nimaga unaqa emas. Biz shunaqa rolik tayyorlagandik, masalan, to'g'ri ovqatlanadigan odam qancha pul ishlatadi va o'sha anaqa dietasiz har kungi mana shu ovqatlaringizga qancha pul ketadi. Albatta, shu to'g'ri ovqatlanadigan yo'nalish yutib chiqqan, chunki u qimmat emas. Masalan, ko'katlar qimmat emas, sabzavotlar qimmat narsa emas. Prosta bunga mas'uliyat bilan qarash kerak va to'g'ri boshida qiynalishi mumkin, chunki o'zbeklar o'rgangan xamirli ovqatlarga, yog'li ovqatlarga o'rgangan va menimcha ko'pchiligi qiyin bo'ladi, qanaqa qilib biz buni yemaymiz deb, lekin o'zini sog'ligini va mana shunaqa yosh ko'rinib, chiroyli ko'rinishni birinchi o'ringa qo'yadigan odamlar ular ishadi va buni qilishadi. Shu meni tavsiyalarimga rioya qilishadi. 4 ta diplomi bor shifokorsiz. Diplomlardan biri san'at yo'nalishiga ham tegishlimi? Yo'q, san'at yo'nalishida men o'qimaganman, diplomim yo'q, lekin shu Instagram faoliyatimni yuritganimda ko'p takliflar kelardi. Men o'zimga yoqadi, har xil syomkalar qilish, o'zim uchun qilardim. Keyinchalik bu qanaqadir reklama bo'lib ketdi. Sizdan yaxshi aktrisa chiqadi, sizda kliplarga taklif qilishardi, har xil reklamalarga taklif qilishardi. Shu bilan birga men bitta shu serialda shu rozi bo'lganman olishga, chunki ssenariysi menga yoqqan, prodyuser menga yoqqan, Durdona opa, va vaqt ko'p olmaydigan, masalan 10 ta seriya qolgan, oxirgi 10 ta seriyasida men chiqqanman va bir oycha taxminan shunaqa syomka bo'lgan. Menga bu to'g'ri kelgani uchun men rozi bo'lganman. Jamoaga qo'shilish qiyin bo'lmagan. Men bilan birga taniqli aktrisalar, Aysana ham ishlaganlar. Men uchun bu juda ham mas'uliyatli bo'lgan, lekin men o'ylaganman, ular nima desam,
qo'rqmang deb menga tushuntirishgan. To'g'ri, undan oldin hech qanaqa opitim bo'lmagan. Lekin shu Durdona opa menga o'rgatganlar uchun juda ham oson kechgan. Men 100% o'zimga qoniqmayman, lekin shu rolimda, lekin qanaqa o'ynagan bo'lsam, baribir birinchi rol-ku, shunaqa bosh rol bo'lib qolgan, bosh rollardan bittasi bo'lib qolgan. Zo'r bo'lgan, o'sha payti qiziq bo'lgan, hamma jamoa bilan birga ishlaganmiz va bu menga juda ham katta mashhurlik olib kelgan. Men nima desam, bitta uxlab turganimda уже juda ham mashhur bo'lib ketganman. Men bunga hali o'rganmagan bo'lganman, chunki qayerga bormasam ham hamma hozirgacha men shu serialdan tanib qolishgan. Bir marta shunaqa kulgili hodisa bo'lgan. Men o'zim endi oddiy insonman, onaman, 3 ta bolaning onasiman. Qo'limda musor paket, uyim yonidan o'tib ketayotgan paytim mashina kelib to'xtagan, oynasi ochilib, tushirib aytishgan: "Voy, men sizni tanidim, siz aktrisasiz" deb gapirishgan. Men shu o'zim домашний kiyimimda, shu hech qanaqa meyksiz, oddiy holatimda o'tib ketayotgan bo'lganman. O'zimga noqulay bo'lgan, to'g'risini aytsam. Lekin shunaqa hodisalar bo'lgan, qiziq, men uchun juda ham qiziq opit bo'lgan. Serialda singlisi va turmush o'rtog'i tomonidan xiyonatga uchragan ayolning tushkunlikka tushib qolgandan keyin yangi hayot boshlash maqsadida plastik operatsiya qildirib, oilasiga qaytganligi holatini ijro etgansiz. Serialning deyarli oxirgi qismlaridan jamoaga qo'shilib ketish qiyin bo'lmaganmi? Yo'q, umuman chiqib ketish qiyin bo'lmagan. Menimcha men bu rolga maksimalni kirishga harakat qilganman, chunki aktyorskiy tajribam bo'lmaganligi uchun men o'sha rolni o'zimdan kelib chiqqan holatda o'ynab berishim kerak bo'lgan. Menga nima desam, to'g'ri qiyin bo'lgan momentlar bor. Masalan, yig'lab berish kerak bo'lgan paytlari men yig'la olmaganman. Juda ham qiyin bo'lgan. Lekin shu ta'sirli paytlari, masalan, qizlarini yig'lagan paytlari men rostdan yig'lab olganman. O'sha yig'lagan joylarimda rostdan o'zim yig'lab berganman. Bog'chada tadbir bo'lganida, keyin o'sha onaligi, o'sha ayol ularning onasiligini bilganida rostdan ham yig'lab berganman o'zimga, chunki ta'sirli bo'lgan bu holat. Chunki men ham onaman. Keyin roldan chiqib ketish menga qiyin bo'lmagan umuman. Birinchi o'rinda nimaga men rozi bo'lganman shu rolga, chunki aytib o'tganimdek ssenariy. Yana mana shunday takliflar bo'lsa, rozi bo'lasizmi? Unaqa takliflar juda ham ko'p kelgan menga rejissyorlardan. Menimcha, men o'ylayman, qanaqadir juda ham qiziq kinoda ishlagan o'zimni yana sinab ko'rgan bo'lardim. Zo'r ssenariy, zo'r rejissyor, operatorlar zo'r bo'lsa, menimcha borardim. Lekin bilmadim, to'g'risini aytsam, hali unaqasini ko'rmadim. Timuriy davridan kelib oladi, shunaqa kinolar yoqadi. Shunaqa kinoga borardim, lekin zamonaviy qanaqadir kinoda ham o'ynasam bo'ladi. Menimcha salbiy geroyni ham o'ynashim mumkin qanaqadir. Nafaqat ijobiy, menimcha salbiy ham qiziq bo'lardi menga. Va hozir mana 3 farzandning onasisiz. Yosh bolali onalarga qanday tavsiyalar berasiz? To'g'ri ovqatlanishni yoshligidan o'rgatish kerak. Masalan, ular kino yoki multik ko'rib o'tirganda ham men ularga qanaqadir shirinliklar yoki chipslar bermasdim. Sabzavotlarni tozalab, masalan, sabzi, bulg'or qalampiri, bodring, shunaqa sabzavotlarni qalamchaga o'xshab kesib, chiroyli qilib ularga berib qo'yardim. Ularga qiziq bo'lardi shunaqa, hattoki karamlarni ham yeb o'tirishardi. Bemalol mana yoshligidan ular ko'rib o'tiribdi, men qanaqa yeyishimni, o'sha ko'katlarni ham bemalol yeyman, ular ham bu norma ekan deb ular ham yeyishni boshlaydi. Ya'ni o'sha birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishni nafaqat bolalarga birinchi odam o'zidan boshlash kerak va bola ham ota-onasiga qarab o'zgaradi. Ikkinchidan, profilaktik jihatda men ularga parazitlardan tozalash muolajalarini olib boraman. Yoki ular doimiy 4-5 xil badlarni ichib turishadi, masalan, yod, chunki O'zbekiston yod tanqislik joy hisoblanadi, endemik zona hisoblanadi. Shuning uchun yod hamma ichish kerak va men bolalarimga beraman, chunki bu miya faoliyatini rivojlanishiga yordam beradi va jismoniy rivojlanishga ham yordam beradi. Xuddi shunaqa 4-5 xil badlarni doimiy berib turaman ularga. Undan tashqari shirinliklarni iloji boricha bermayman.
ну endi baribir yosh bola yegisi keladi qanaqadir paytlari masalan mayli yeyinglar deb o'zim ham olib beraman, lekin unaqa juda ham qattiq cheklov yo'q, bo'ldi hech narsa yemaysizlar, faqat sabzavot yeysizlar emas. Shunaqa yana nima qilishadi, sportga borishadi, uchalovligi ham sportga borishadi va men o'ylaymanki hozir ular masalan yoshligidan to 14-15 yoshgacha как plastilin bo'ladi. Ularni qanaqa qilib shakllantirsangiz, xuddi shunaqa keyinchalik ular sog'lom, yutuq inson bo'lib o'sishadi. Va kamroq kasal bo'lishsa kerak. Da. Shuning uchun ham kamroq kasal bo'lishadi. Yosh kattaligi birinchi o'rinda shu tushuntirish orqali ularga qo'llash kerak. Masalan, ular bir marta yo'q deyishadi, ikkinchi marta yo'q deyishadi, lekin tushunishadi, organizm ancha yengil o'zini sezyapti va xuddi shunaqa dorilar bilan ham bor shunaqa yosh katta odamlar faqat dori ichishadi va ular o'ylashadiki, dori ichmasam men yashamayman, kasal bo'laman degan tushunchalar ham bor. Ular bilan to'g'ri ishlash juda ham qiyin. Ularga qanaqa tavsiya berardim? Masalan, ular masalan men o'zim uyda vrach bo'lsam ham, o'zim uyimdagilar boshqa vrachlarni eshitishga, как бы ular uchun boshqa vrachlarning gapi muhimroq bo'ladi, xuddi bir. Masalan, o'sha vrachlar bilan ham kelishib ishlash mumkin. Masalan, ularga siz ayting, shunaqa. To есть ular boshqa vrachni quloq solib, dorilarni kamaytirishi ham mumkin. Shunaqa ishlasa ham bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu intervyuni ko'rgan odamlar ko'p foydali maslahatlarni eshitib, qo'llashni boshlashadi va hammaga albatta sog'lik tilayman.